Ayni kunlarda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ozoda Nursaidova o'zining jonli ijrodagi simfonik orkestr jo'rligidagi konsert dasturini tomoshabinlarga taqdim etmoqda. Dardli qo'shiqlarning mohir ijrochisi sifatida tilga tushgan xonandaning bu yilgi konserti tafsilotlari navbatdagi lavhamizda. Muxlislar ardog'iga sazovor bo'lish har bir san'atkorning orzusi, biroq bunday baxt har bir ijodkorga nasib etavermaydi. Yillar davomida qilingan tinimsiz mehnat, go'zal qo'shiqlar muxlislar qalbiga yetib boradi va ijodkor mana shunday baxtga erishadi. Biz bugun so'z yuritmoqchi bo'lgan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ozoda Nursaidova ana shunday ijodkorlar sirasiga kiradi desak aslo mubolag'a bo'lmaydi. Bugun biz odatdagidan biroz erta poytaxtimizda joylashgan muhtasham Xalqlar do'stligi san'at saroyiga keldik va uzoq yaqindan kelgan ularning muxlislariga yuzlanib, aynan ijodkorning qaysi jihatlarini hurmat qilishi bilan qiziqdik. Ozoda Nursaidovani biz ham ashulalarni bolaligimizdan eshitamiz. Qalbimizdan chuqur joy olganlar. Har doim konsert berganda kiramiz, kelamiz. Navoiydan keldim. Ularning san'atini hurmat qilamiz. Bu Ozoda Nursaidovani juda ham yaxshi ko'ramiz. Ovozlari ham chiroyli. Chiroyli qo'shiqlarini hurmat qilaman. Tomosha qilgani keldik. Har bir qo'shiqlarini hayajonlanmasdan, yig'lamay eshita olmayman. Ozoda uchun men Namanganda bir chekkasidan keldim. Ozodaning qo'shiqlari bombada, lekin takrorlanmas, jonli bo'lyapti mana 4 kundan beri. Har kun tushyapsiz kursdoshlar bilan. Ozoda Nursaidovani juda yaxshi ko'raman. Uni qo'shiqlarini juda ham sevaman. Yoshlikda yaxshi ko'raman-da Ozoda Nursaidovani. Konsert boshlanish oldidan kadr ortida ham ish qizg'in. Ozoda Nursaidova agar san'atkorlarni skulptor deb haykaltaroshlarni tili bilan aytganda juda miniatyurnaya. Shunaqa bir juda ham qaddi qomat siluetlari kamtarin, lekin san'atlari buyuk ijodkor. Mani birinchi ta'rifim. Bu yilgisi boshqacharoq bo'lyapti. Simfonik orkestr bilan birgalikda bo'lyapti bu yerda. Bitta katta bir jamoa sahnada o'tiribdi va barchasi jonli tarzda. Eng muhimi esa baribir xohlaysizmi, xohlamaysizmi, bizni bolaligimiz yoki bo'lmasam o'sha navqiron yoshligimiz ozda-pamma qo'shlarda o'tgan. Bu yilgi obraz Ozoda Nursaidovani qayta kashf etishga undamoqda. Hamisha yorqin, hashamdor liboslar bilan konsertlarda ko'rinish bergan xonanda tamoman yangi qiyofada. Biz konsert oldi ijodkorga yuzlanar ekanmiz, musiqiy oqshom taassurotlari-yu bu yilgi keskin o'zgarish sabablariga qiziqdik. Nima qilsaga muxlislarga yoqish uchun. Masalan, bir xil aytadi, bu maqtanish yoki boshqa narsa emas. Bu degani bizni san'atkorlar ham dunyo standartiga javob beradigan darajada ijod qilyapti, harakat qilyapti, chunki muxlisi ham dunyoni muxlisidan hech kam emas. Konsertlar endi to'y bo'lib ketyapti-ku, fonogrammani bosishadi, bu yoqda hamma o'ynaydi, shu bilan konsert o'tadi. Uni tayyorgarliklar kam. Qisa 5-6 san'atkor bor, shu hurmatini qilib, haqiqatan tayyorgarlik ko'radigan, qolganlari endi to'y qiladi-ku. O'shancha endi muxlis shunga o'rgandi, endi menimcha eshitmasa kerak deb o'yladim, yo'q unaqa emas. Haqiqatan san'atni qadrlaydigan, san'atni tushunadigan, qarsak chalib o'shani mag'zini chaqadigan muxlislar hali bor ekan. Biz ekanmiz aybdor. Go'zal ovoz, she'rga ko'chgan qalb og'riqlaridan yuzaga kelgan musiqa kombinatsiyasidan yaralgan qo'shiq chin ma'noda yuraklarni junbushga keltira oldi. Bugun yengil-yelpi ijod namunalari ko'paygandan ko'payayotgan bir paytda ijodkorning muxlislar qalbiga malham bo'lish bilan birga ularga ma'naviy ozuqa bera oladigan ijod namunalarini taqdim etayotgani quvonarli. Umid qilamiz, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ozoda Nursaidovaning ko'pchilik san'atkorlarga o'rnak bo'la oladigan ijodiy yutuqlari yangiliklar bilan boyishda davom etadi. Nigora Elmurodova, Sanjar Shermuhammadov, Abbos O'tbosarov, Zamon informatsion dasturi uchun.